Qadrdonlar barcha quruvchi va qurdiruvchilarni hamkorlikka chaqiramiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan doimgidek usta tog'alar. Xo'p, bugungi videomiz barcha ustalarga, quruvchilarga, ish qildiruvchi 12 viloyatdagi aka-ukalarga murojaatnoma desak ham bo'laveradi. Hozirgi kunda bilyapsizlar, barcha ustalar ijtimoiy tarmoqni sekin-sekin yo'lga qo'yib yurgizyapti. Instagram, Telegram, YouTube degandek hamma o'zini ishlarini qo'yib boryapti. Hamma o'sha ishlarini qarab turib, o'sha insonlarga telefon qilyapti. Nima demoqchiman? Qurilishda ham reklama birinchi o'ringa chiqyapti sekin-sekin. Masalan, bizga ham juda ko'p insonlar usta tog'a, sizni YouTubedan ko'rib, ishingizni ko'rib, havas qilib telefon qilyapman, ishim bor edi deydi-da. Biz asos vodiy bo'ylab yoki vohalarga ham borib ishlab keldik. Vaqtimiz, sharoitimizga qarab borib ish qilaveramiz. Hozirgi kunda ishimiz juda ko'payib ketdi. Vodiyni o'ziga zo'rg'a ulguyapmiz. Masalan, o'zimizni sheriklar ish qilyapti. 3 oydan ag'iga ish olyapmiz, zakaz olyapmiz. Bu ham xuddi shu reklama, YouTube, ijtimoiy tarmoqni kuchi deb o'ylayman. Hammasi ko'p telefon qiladi. Vaqti kelsa bir kunda 50 marta, 60 marta telefon qilishadi. Ba'zi payt telefon qilishmaydi. Vaqti kelsa 10 ta, 15 ta ishni отказ qilib yuboramizda. Ololmaymiz, ilojimiz yo'q. O'shani o'ylab, shu ishlar misol ustalarga ish bo'lsin, uy quruvchilar qiynalmasin degan maqsadda usta tog'alar degan Telegram kanal ochib qo'ydik. O'sha Telegram kanaliga o'tsalaringiz, masalan, bizga telefon qilgan insonlarga nomeringizni Telegram kanaliga tashab qo'yamiz. O'sha insonlar bilan gaplashib, ishingiz bitaveradi demoqchiman-da. Hozirgi mana shu YouTube'ga qo'ygan videoyim, mana shu videoyimizni usta tog'alar Telegram silkasini YouTube'dagi kanalimizni kommentariyasiga joylab qo'yamiz. O'shandan o'tib Telegramdagi kanalimizning nomi usta tog'alar, lekin yangilik uchun axtarsa chiqmayapti. Ko'pchilikka tavsiya qilyapmiz, yozib o'talmayapti, silka orqali o'tyapti. O'shaning uchun jicha odamimiz ko'paysa, axtarsangiz chiqadigan bo'lar ekan. Biz ham ja tushunavermaymiz. O'shaning uchun shu videoni asosan videoni murojaatnoma deb boshladik. Reklamani kuchi qanaqa ekan? Masalan, bizga bir kunda Qashqadaryodan, Surxondaryodan, Samarqanddan telefon qilishadi. Butun dunyodan ko'rib telefon qilishadi-da. Masalan, biz ishlarimizni chiroyli holatda bitirib YouTube'ga va Instagramga, Telegram kanallarimizga joylaymiz. O'shalarni ko'rib turib havas qilishib bizga telefon qilishadi-da. Shu ham ijtimoiy tarmoqning kuchi. Ba'zi bir ustalar bor. Masalan, cho'tki ish qiladi, lekin Instagramda yoki YouTube'da yurgizmaydi, ijtimoiy tarmoqni yurgizmaydi-da, ketaveradi. Mendan 10 barobar yoki 20 barobar kuchli ustalar bilaman. Vaqti kelsa o'shalarga ham ish yo'q bo'lib qoladi. Menga telefon orqali gaplashib qolsak, birorta ortiqcha ishing bormi? O'shani bitirib beramiz deydi-da. O'shaning uchun shunaqa Telegram kanal ochdikki, biz men hozirgi kunda endi maqtanish basu, bizni usta tog'alar gruppamizni 3 oydan ag'iga ish olyapmiz. U ham vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab bo'lsa ish olyapmiz. Atroflarga chiqalganimiz yo'q. Bu degani bizni 12 viloyatdan ko'rishib telefon qilishadi. Masalan, Toshkentdan, vohalardan telefon qilsa, vaqtimiz yo'q-da, ololmayapmiz. Vaqtimiz bo'lsa Qashqadaryolarga borib ishlarini bitirib keldik. Hozirgi kunda vaqtimiz yo'qligi uchun, sezon mahalligi uchun ishlarini ololmayapmiz. O'sha insonlar bizga telefon qilsa, biz yo'q, vaqtimiz yo'q deb o'zimiz xijolat bo'lib qolyapmiz. Shuning uchun Telegram kanal ochdikki, mana shu Telegram kanalimizga 12 viloyat ustalari ulansin, ulanib o'zlarini ishlarini qo'ysin, chiroyli bitgan ishlarini tashasin, odamlar qo'shsin. Masalan, namanganlik ish qildiruvchi bizga telefon qilsa, biz yo'q, aqa bora olmaymiz demaymiz-ku. Bo'ldi, sizning nomeringizni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Namanganlik yaxshi ustalar sizga aloqaga chiqadi deymiz. Yoki Qashqadaryodan telefon qilishsa, bo'ldi akalar, biz Telegram kanalimizga tashlaymiz. Qashqadaryolik yaxshi ustalar sizga aloqaga chiqadi, ishingizni bitirib beramiz deymiz. U Telegram kanalimiz hamma o'zini ishini tashaveradi,
hamma haligi masalan ustalar bitta bo'lsak fikr almashamiz, kimnidir g'oyalari bo'lib qoladi, kimdir yaxshi fikr berib qoladi. Misol qurilishda yangilik qilgan yaxshi, yangiliklarni tashlaydi. Xullas shunaqa usta tog'alar degan Telegram kanaliga o'tib ulan bo'lsalaringiz bir-birimizga poddeshka qilib, ustalar ham bir-birimizga poddeshka qilib yurgizaveramiz o'sha kanalimizni. Shuning uchun 12 viloyatga murojaatnoma deb videoni nom qo'ydik. To'g'ri tushunasizlar. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Faqat ozgina sabr, lekin boshingizcha qiyin bo'lsa kerak. Shuning uchun bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Ustalar, ish qiluvchi, ish beruvchi akalar bir-birimizni poddeshka qilib o'sha kanalga o'tib, Telegram kanaliga o'tib, ulanib, bir-birimizni ishlarimizni tashlaylik. Bir muammoli joy bo'lib qolsa, mana shunaqa bo'lib qoldi. Biz bunaqa yechim qildik deb o'sha ishlarni tashlaylar. Bir-birimizni fikr almassak, ustalar kuchayaveradi. Misol qiyin ishni yengil xonasini qiladi kimdir. Misol bir kunda bitadigan ishni yarim kunda bitiradigan ustalar bor. Shunaqa vaziyatdan yaxshi foydalanishimiz kerak. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqni yurgizishga harakat qilyapmiz. Biz YouTube kanalimiz hozircha yaxshi ketyapti. Endi Telegram kanal ham ochmoqchimiz. O'sha barcha ishlarni tashaveradi. 12 viloyat ustalari ishlarini tashaveradi. Masalan, bizga telefon qilishsa, bo'ldi aka deb o'sha insonning nomerini Telegram kanalimizga tashlaymiz. Qayerdan bo'lsa, siz o'sha nomerni ko'rib, telefon qilib, ish olib, ishingizni bitiraverasiz. Xullas shunaqa bir-birimizga ustalar poddeshka qilib ishni yurgizaveramizda. Shuning uchun video olyapman. To'g'ri tushunasizlar, bir-birimizga poddeshka bo'laylik. Xo'p, shunaqa yaxshi videolarimiz hali oldinda, bundanda yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Usta tog'alar kanalini kuzatishda davom etinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Mana shu videomizni iloji boricha tarqatinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Mana shu videomiz ko'proq like yig'ib, ko'proq prosmotr bo'lsa, bizga hamma ustalarga foydasi tegadi. O'shaning uchun obuna bo'lib, like bossalaring, ko'proq prosmotr yig'ilsa, ko'pchilik ustalar Telegram kanalimizga o'tib olishi mumkin. Mana endi hamma ustalarga usta tog'alar Telegram kanaliga o'tinglar deb aytolmayapman. Shuning uchun bitta video yasab, shu YouTube kanalimizga joylayapman. Barchalaringizga rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.